oyda 1 million 800 mingdan 2 million 100 minggacha daromad ko'rish xohlaysizlar, unda videoni oxirigacha ko'ringlar. Qo'yilson quyosh panellari orqali oyiga 1 million 800 ming yoki 2 million 100 ming daromad olsa bo'lishini bilarmi deylar. Bu haqida to'liq ma'lumotni mutaxassislardan olamiz, qani katta. Dilmoqdagi Povision kompaniyasini Vodiydagi ishonchli vakilisiz. Xizmatingizni kimlarga tavsiya qilasiz? Nimadan iborat? Bizning xizmatlarimizni ko'proq tadbirkorlarga tavsiya qilamiz va bizning xizmatlarimiz quyosh panelimizga 30 yil garantiya beramiz. Inventor hamda servis xizmatlariga ham ofitsialniy garantiyalarimiz mavjud. Mavjud. Okey, ko'proq значит bu narsalarni tadbirkorlarga tavsiya qilsa to'g'ri bo'ladi, chunki tadbirkorlarimizda mahsulot ishlab chiqarayotganda ko'proq elektr energiyasi ishlatishadi, mahsulot narxi ko'tarib ketishiga sabab bo'ladi, to'g'rimi? Tadbirkorlar murojaat qilsa bo'ladi. Demak, servis xizmatlari bor. Okey, biz boshqa viloyatdan hujjatlar olib ko'p, boshqa viloyatdan sizga zakaz berishsa, unda logistikasi, yo'l kirasi, uстановkalari nima bo'ladi? Yo'q, juda o'rinli savol. Biz butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatamiz hamda hech qanaqa qo'shimcha haq olinmaydi. Qo'shimcha haq olinmaydi. Xo'p, xizmatlar, sertifikat, litsenziya hammasi bor. Quyosh stansiyasini o'rnatish uchun ham sertifikatlarimiz bor. Qolaversa, ustalarimiz ham maxsus malakaviy sertifikatlarga ega. Zo'r, okey. Xo'p, to'liq ma'lumot uchun okey nomerlarni qoldiramiz. Okey, eslatib o'tamiz. Povision kompaniyasi Namangandagi, nafaqat Namanganda, Vodiydagi ishonchli vakillar ofislarni albatta ko'rsatib o'tamiz. Bugun kungacha quyosh panellari to'g'risida men noto'g'ri ma'lumot ekanman. Bugun to'liq ma'lumot oldik. Voy, texnika shunchalik rivojlanibdi, quyosh panellari 2 yilda o'zini oqlayotgan ekan. Chunki davlatga tok sotishi yo'lga qo'yilgan. Dilmoqdagi to'liq ma'lumot berganlardan keyin mening ham fikrim o'zgardi. Okeylar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Call centerga telefon qilib to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Mutaxassislarga sizlarga soatlab ma'lumot berishdan charchashmaydi. Povision kompaniyasiga katta rahmat. Mehmondorchilikdan juda ham xursandmiz.